Ochiq joydan. Mana telefon ko'rib tursin. Ana. Sazancha. Ana. Qanday? Shularniki baribir. Yana bo'lish kerak. Yana bu otalarni hal tutganimiz yo'q. Bu bolasi bu. Tush. Sekin. Jangal qilma. Assalomu alaykum. Guruh ahli. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sog'liqlar yaxshimi? Bugungi kunimiz xayr va barakatli, omadli kelsin. Xorazmda Xazarasibda bir ishga keldik. Shu yerda shunaqa kanal bor ekan. Zakkash ekan, zakkash. Shu bu yerda sholi ko'p ekinlar ekanda asosan. Sholi keyin mana refxozlari ko'p ekan. Shularni oqavasi ekanda bu. Baliq ko'p ekan. Kechasi endi soat 12-1 gacha o'tiraman shu yerda har kuni. Qarmoqlar tashab qo'yganman, mana 7-8 ta qarmoq bor. O'zim bilan olib kelgan edim. Amudaryoga yaqin bo'lsa chiqaman deb. Mana natija kecha soat 8 dan ertalab soat 8 gacha. Bu yerda bitta moy baliq qochdi. Setkadan chiqib ketdi og'zidan. Bu yerda sazan bor. 3 ta bir qarish sazan bor. Keyin mana moy baliq degani bunaqa ekan. Mana. Men karasta bo'ylayapman birinchi. Shirin baliq ekan. Moy baliqni bekarga nomlamagan bo'lsa kerak.